Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun bizga 38 yoshli akamiz murojaat qilyapti. Ya'ni belda kuchli og'riq va sonning oldingi yuzasi va chov sohasi yuzasida, chovning ikkala chov ichida og'riq bilan yoki oqsoqlanib qolish shikoyatlari bilan biz belini bel umurtqalari va тазобедренный sustavni nima qildik? MRT tomografiyaga tavsiya qildik va tushirdik. Buni tushirganimizda hozir ko'ramizki, bu yerda 7 mm grija. 7 mm dan hozir kattaroq ham chiqadi bu. Va ikkita grija ko'ryapmiz bel umurtqalarida. Bu sagital kesim deyiladi tomografiyada. Mana aksial kesimini ko'ramiz. Mana aksial kesimini ko'rganimiz sog'lom umurtqada mana shunday bo'ladi. Mana ikki tomon nervlar ochiq bo'ladi. Hech narsa xalaqit bermaydi. Tushamiz. Biz kasal umurtqaga tushganimizda qaranglar, hozir ko'rganimizda masofa ancha yaqinlashgan. Qaranglar, bu yerdagi bilan bu yerdagi masofa yaqinlashgan. Bunda yaqqol ko'rinib turibdi. Bu srezimizda bizda o'ng tomon bekitib qo'yapti. Grija ezib. Bunda ham o'ng tomonni ko'rishimiz mumkin. Mana bunda ko'ryapmiz, o'ng tomon va markazga chiqyapti, markazga intilyapti. Bunda keyingisida esa chap tomonga ham intilyapti. Общий kartinani ko'rganimizda ham o'ng tomonga ham chap tomonga chiqyapti grija. Endi taziga o'tamiz. Mana тазобедренный sustavi bunda ko'rishimiz mumkin. Ikkala tomonda ham aseptichеский nekroz, ya'ni suyak yemirilishi. Mana suyakda strukturasi butun emas, suyak strukturasi buzilgan. O'ng tomonda ham, chap tomonda ham. Ikkinchi stadiya deb baholandi. Mana bu hozir ko'rganimiz sizlar bilan sagital ko'rinish, sagital ko'rinishda ikki deyiladi. Mana bu T1 ko'rinishi, mana bunda ko'rishimiz mumkin. Aynisi telefonim xaralik qilyapti. Atak ko'rsa bo'ladi. Bunda esa yaqqol ko'rinadi. Mana golovka bosh ko'ryapsizmi? Akamizni istoriyasida Covid bo'lgan akamiz. Coviddan keyin bu kasallik ko'payib ketdi. Covid asorati deb olinyapti hozir. Bu holatni ko'rishimiz mumkin. Ikkala tomonda ham bor.